Qalpoq hajviy ko'rsatuvi orqali tanilgan Sohiba obrazi bilan tomoshabinlar mehrini qozongan aktrisa Fotima Nazarova bu yili 54 yoshni qarshi oldi. Aslida komik obrazlarda ko'rinish beradigan aktrisaning hayoti, boshdan kechirgan mashaqqatlari dramatik film uchun ssenariy bo'la oladi. Pardoz qilib o'zimga qarashni unchalik ham yoqtirmayman, lekin syomkalar to'y hashamlariga o'zimga qarab borishim kerak. Aslida o'zim bo'yanishni umuman yoqtirmayman. Endi Alloh bergan husnga qoniqmasangiz, buni Allohga bo'lgan isyon deb bilaman. Kichkinaligimdan onamdan nega meni xunuk qilib tug'gansiz deb xafa bo'lardim. Yillar o'tib ulg'ayib, bu Allohdan berilgan husn ekanligini bilib, aytgan gaplarimdan ming afsus qilaman, deydi aktrisa. Biz egizak bo'lib tug'ilganmiz, lekin Zuhra bilan umuman bir-birimizga o'xshamaymiz. Men otamga, Zuhra onamga o'xshaydi. Kichkinaligimizdan bizni kimdir xafa qilsa, ikki kishi bo'lib yopishardik. Dardlarimizni bir-birimizga aytmaymiz, o'zimiz hal qilamiz. Ayniqsa Zuhra hamma narsani ichiga yutadi. O'zimning ismim bilan tug'ilganman. Hozir o'ylasam juda noshukur qiz bo'lgan ekanman. Nega Fotimaman deb norozi bo'lardim, chunki hech kim ismini to'g'ri talaffuz qilmasdi. Potma, potdi deyishardi. Hozir esa ismim o'zimga juda yoqadi. Dunyodagi eng chiroyli ism desam ham bo'ladi. Umuman olganda hayotimdagi yaxshi-yomon kunlarning hammasi uchun Allohga shukr qilaman. Zuhra ikkalamiz rosa qo'shiq aytardik. Bog'chada ham, maktabda ham bizni bayramlardan birinchi o'rinda qo'yib qo'yishardi. Shunday qilib taqdirimizni san'atga bag'ishladik. Mana Zuhra ikkalamiz ham san'atkor bo'ldik. Uyimizda hech kim san'atkor emasdi. Biz birinchi bo'lib chiqdik. 30 yoshgacha san'atni sevdim. O'sha bilan yashadim. Hozir ham yomonmas. Hayot ortga qaytganidan buyon ham xayrli va savobli kasb tanlagan bo'lardim. 18 yoshligimdagi o'zimga yana Fotimaga nasihat bersam, iloji bo'lsa to'g'ri yo'lda yurish, adashmaslik, yomon yo'llarga kirmaslik, halol rizq topish, halol yo'ldan yurishni maslahat berardim. Hozirgi Fotima ancha-muncha adashdi. Beayb Parvardigor, gunoh qilar ekanmiz. Endi ko'zim ochildi. Shu paytgacha o'nqir-cho'nqirlardan o'tib, egri yo'llarga ham kirib ko'rdik. Xato qilar ekanmiz. Ota-onamiz uzoqda, yoshlik, beboshlik. Shuning uchun o'qishga kelgan yigit va qizlarga faqat halol yo'ldan yuringlar deyman. Men o'zimni zo'r onaman deya olmayman. Qizim menga ko'p baqirasiz deydi. Baqirsam shularni yaxshi bo'lsin deyman. Kasb tanlashda, turmushda adashmasin deyman. O'qinglar deyman. Hozir bularni o'qiydigan vaqti. O'zim kitobdan bosh ko'tarmasdim. Kitob qahramonlarining hayoti bilan yashardim. Shuning uchun aktrisa bo'lib ketgandirman. Ba'zan onam buncha ko'p kitob o'qiysan, o'qib olim bo'larmiding deb baqirardi. Shuning uchun bolalarimga men kitob o'qisam onam urishardi. Sizlarga esa sharoit yaratib berib qo'yibman-ku, kitob o'qinglar deyman. Birinchi o'qishni bitirib borgan teatrim Muqimiy teatri bo'lgan. U paytda o'qishni bitirib kelgan talabalarni xor jamoasiga ishga olishardi. Mening ovozimni tekshirib ko'rishdi, lekin nimadir bo'lib olishmadi. Bilmadim, Muqimiyga nimadir yoqmadim. Hozirgacha yoqmayman. Mayli, hech kimga husumatim yo'q. Omon bo'lishsin. Hech kimdan xafa emasman. Omadlarini bersin. Hozir ham ozmi ko'pmi xalq xizmatida bo'lib, xalqning yordamini ko'rsatib turibmiz. Bu balki menga Allohning marhamatidir. Farzandlarim tug'ilib 3-4 yosh bo'lganidan so'ng san'atim o'xshamadi. Bolalar uchun Toshkentda nima qilib bo'lsa ham uy olishim kerak deb Rossiyaga ketdim. Ishonasizmi, Rossiyaga borib 10 kun turdim. 3 kun idish-tovoq yuvuvchi bo'lib ishladim. Oyoq qo'lim shishib ketdi. Birinchidan menga emas ekan bu ish. San'at sohasida yengil-yelpi yurib, ishlardan chiqib qolgan ekanman. Keyin bolalarimsiz menga hayot yo'q ekan. Hattoki bolalarimni qizg'anib, bog'chaga bermaganman. Bog'cha opalari bilib yo bilmay chertib qo'ymasin deyman. 36 yoshimda katta qizimni dunyoga keltirdim. 38 yoshimda esa o'g'limni. Xullas shunday qilib Rossiyada ishlay olmay 10 kun ichida O'zbekistonga qaytganman. O'zimiz yashayotgan ijara yotoqxonada qorovul bo'lib ishlaganman. Teatrlarga ishga olishmaganidan so'ng majburlikdan qorovul bo'lib ishga kirdim. Tundan tonggacha qorovullik qilib chiqardim. Qiyin bo'larkan. Bu yerda san'atkorlar yashagani uchun ular to tonggacha to'y xizmatidan, safarlardan, syomkalardan kelishadi. Ular uchun eshikni ochasiz. Undan tashqari begonalar ko'chadan ichib mast bo'lib qolib ketgan alkashlar keladi. Qo'rqib bir choralarni ko'rib 6 oy ishladim.
Kechasi uxlamaslik kerak edi. Oyligim 400 ming so'm bo'lgan. Qorovulchilikdan tashqari At-Termiziy masjidida farrosh bo'lib 1 yilcha ishladim. Ba'zida o'zlari chin ko'ngildan pul berishardi. Aslida Alloh uchun, Allohning uyida xizmat qilishni niyat qilganim uchun ishlagandim. Hozir ham masjid hovlisini supurgani borishdan juda xohlayapman, ammo bora olmayapman. Masjidda tozalik ishlari erta sahardan boshlanadi. O'g'lim ham birga yordamga borardi. Shunday kunlarning birida o'g'limga men hovlini supuraman, sen suv sep dedim. O'g'lim yoshlik qildimi bilmadim, xullas bir Matizning g'ildiragiga ozroq suv sachrab ketdi. Unaqa darajada mashinasi suv bo'lmadi, ammo Matizning g'ildiragiga ozroq tegdi. Matizning egasi o'zimdan yosh bola bo'lib, menga shunaqa bo'rtirib so'kib ketdi. Uka hech nima qilmadi-ku, changimasin, mashinangizga chang tegmasin deb suv sepgan joyimiz edi. Yosh bola-ku uka desam ham so'kinishdan, haqorat qilishdan to'xtamadi. Uzoqdan bir bola kuzatib turganda, hozir u ham kelib meni farosatsizlikda ayblamasin deb turganimda, u bola kelib Matizli bolaga shunaqa ta'lim berib qo'ydi. Allohning mehribonligidan aylanay. Allohga shukrlar bo'lsin ilohim. Bir intervyuda yig'lab gapirganman. Keyin bir savolga javob bera turib, to'yga kiyadigan oqshom liboslarim yo'qligini aytib o'tib ketganman. TikTokerlar kuylagim yo'q degan gapimni va yig'laganimni birlashtirib tarqatishibdi. Shu qisqa videoni ko'rgan odamlar uyimga ko'ylaklar olib kelishdi. Ayrimlar pul ham berishdi. Lekin bu suhbatdan men ko'ylagim yo'qligi uchun yig'lamaganman. Uyimga yordam beraman deb kelgan muxlislarimni ko'rib, o'zbekligimdan faxrlanib ketdim. Hammalariga rahmat. Hayot birda tekis, birda notekis bo'larkan. Yo'lingni topib olsang hammasi yaxshi, agar topolmasang adashib yuraverarkansan. Muhimi oldiga maqsad qo'yib harakatdan to'xtash kerak emas ekan. Omadli kunlarim shu yoshimga yozilgan ekan. Teatrda ishlab yoki qo'shiq aytib emas, qalpoq hamda vayinlarda chiqib tanilish peshonamga yozilgan ekan. Bo'lmasa avval qo'shiq ham yozganman, to'ylarga ham chiqib kuylaganman. Men uchun 2025-yil ham yaxshi, ham qayg'uli o'tdi. Sababi onamdan ayrildim. Qalpoqdagi jamoadoshimiz Jo'rabek Norqulovni yo'qotdik. Biz uchun eng katta yo'qotish bo'ldi. Onam 95 yoshga kirgandilar. 100 yosh deb ko'tarishdi, lekin Jo'ra o'rtog'imiz hali yosh edi. Allohning irodasi ekan, juda yaxshi inson edi. Quvonchli kunlarga kelsak, 2025-yilning may oyida boshlangan o'yimizni bitirib oldik. Bobur Mansurovning vayn komandasiga qo'shildim. Yana o'zimiz, qizlar Komila Lolo hamda Shahzoda Zarifjonovalar bilan ham vaynlar olyapmiz. Shular bilan ishlab uyimning bir kun unisini, bir kun bunisini bitqazdim. Bu yil hayotimda mana shundan ham quvonchli, ham qayg'uli voqealar bo'lib o'tdi, deydi aktrisa.